Qish mavsumida atrof muhitni muhofaza qilish, havo sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bularni teran anglagan holda partiyamiz tomonidan amaliy sa'y-harakatlar uzviy davom ettirilmoqda. Bular haqida haftalik dayjestimiz orqali qisqacha tanishtirib o'tamiz. Yakunlanayotgan haftada O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengash raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev Toshkent va Buxoro viloyatlari, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasida o'rganish ishlarini olib bordi. O'rganishlar davomida davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan yig'ilishlarda aholi hamda ijtimoiy soha obyektlari, ayniqsa tibbiyot va ta'lim muassasalarining energiya resurslari, elektr energiyasi, ko'mir, tabiiy va ish suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar hamda bu borada ko'rilayotgan chora-tadbirlar holati bilan tanishdi. 15-dekabr kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida bir qator muhim qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Dastlab davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2025-yil 9 oyidagi ijrosi to'g'risidagi hisoboti ko'rib chiqildi. Muhokamalarda hisobot davrida mamlakat iqtisodiyoti barqaror o'sish sur'atlarini keskin saqlab qolgani, yalpi ichki mahsulot hajmi 7,6% ga o'sgani, davlat byudjeti daromadlari va ijtimoiy xarajatlar ijrosida belgilangan rejalar doirasida amalga oshirilgani qayd etildi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, yashil makon umummilliy loyihasi, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish hamda irrigatsiya va melioratsiya sohalariga yo'naltirilgan mablag'lar ahamiyati alohida ta'kidlandi. 16-dekabr kuni yoshlar orasida ekologik madaniyatni yuksaltirish maqsadida 31-sonli umumta'lim maktabida ma'naviy-ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Mazkur tadbirda xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi deputati Sevara Fayziyeva boshchiligidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi Toshkent shahar kengashi vakillari o'quvchilarga atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik muammolarning oldini olish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash, yashil hududlarni kengaytirish, yoshlar o'rtasida ekologik madaniyat va mas'uliyatni oshirish kabi dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha so'z yuritishdi. 17-dekabr kuni Yangiyer shahrining Bobur mahallasi Paxtakor ko'chasi hududida joylashgan 0,6 gektar yer maydonida yashil jamoat parki tashkil etish masalasi yuzasidan O'zbekiston Ekologik partiyasi Yangiyer shahar kengashi tomonidan jamoatchilik eshituvi tashkil etildi. Muhokamada mahalla faollari, tegishli tashkilotlar vakillari, ekologiya sohasi mutaxassislari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Bildirilgan fikr va takliflarda yashil hududlarni kengaytirishning shahar ekologik barqarorligi, aholi salomatligi hamda ijtimoiy muhitni yaxshilashdagi ahamiyati alohida qayd etildi. 18-dekabr kuni O'zbekiston tasviriy oyna ijodiy uyushmasi, O'zbekiston Ekologik partiyasi Jizzax viloyat kengashi hamda viloyat ekologiya boshqarmasi bilan hamkorlikda Jizzax shahridagi universitetda tabiatni asrash, insonni, vatanni asrash demakdir shiori ostida ko'chma foto va tasviriy san'at asarlari ko'rgazmasi doirasida targ'ibot aksiyasi, davra suhbati tashkil etildi. 19-dekabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashida Barqaror rivojlanish markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan aholining ekologik ongi va munosabati darajasi mavzusidagi tahlil natijalari asosida jamoatchilik muhokamasi tashkil etildi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Gren universiteti, Toshkent davlat agrar universiteti professor o'qituvchilari, shuningdek ekologiya yo'nalishida faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Atrof muhitni muhofaza qilish mavsumiy ish emas, bu dolzarb vazifa bo'lib, unga mas'uliyatli munosabat, ekologik barqaror rivojlanish va jamiyat farovonligining muhim kafolatidir. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.